Assalomu alaykum do'stlar. 1 yil oldin kiyilingan tapichkamizni hozir mana remont qilishni boshlaymiz. Terilik, bu ham to'g'ri, hamma joyi teridan qilingan. Buni suvga ham pishirilgan, oyoq qo'l holatda ham kiyilingan. Xullas, ancha xizmat qilgan, padojdan ko'chish holatlarini ham bir qator ko'rasizlar. Ancha xudo xolasa sifati inshaalloh yaxshi. Atkilik bo'lmagan. Padojni ko'chirishga ham qiyinligidan bilsanglar bo'laveradi. Ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa buni remontdan chiqqan holatini ham bitta alohida video qilib qo'yamiz. Xudo xolasa ko'rib baho berib bersizlar. Do'stlar, ko'rishinglar mumkin, mana hozirgi holatini. Terilari ancha yorilib, sinib, ancha yomon holatga kelib qolgan. Buni sababi tapichkamiz suvga pishib kiyilgani, asosiy sabab shulardan bittasi. Terili narsaga eslatib o'tamiz, terili narsalarga, oyoq kiyimlarga umuman suv tegishligini tavsiya bermaymiz, chunki holati yomonlashib ketadi. Suvni o'ziga shimib olgandan keyin u quriydi, qatib qoladi, keyin o'zidan yomon, noxush hid chiqaradi. Kimda kim terili oyoq kiyimlar oladigan bo'lsa, qayerdan olsa ham suvdan ehtiyot qilish kerak. Suvga misol uchun rezinaviy tapichkalarni olib foydalansanglar bo'ladi, lekin terili narsani hech qachon suvga pishmanglar.